kimmi bugunda qilishni xohlamaydi. Ham menmi shundaq. Lekin hozir ahvol o'xshamaydi. Mayli mendek jamoat yo'lboshchisining o'g'limi bu taqdirga ko'nish kerak. Otam har qancha oliy huquqdor bo'lsa-mu, jamoat yo'lboshchisi salohiyatini deb mendek o'g'li uchun butun bir jamoatning davomlashib kelayotgan qoidasini o'zgarsa, jamoatimiz parchalanish, yo'lboshchi talish janglari boshlanib ketsa, oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydigan tragediya. Uning ustiga o'z pushtini bugunga tashlab qo'yishqami otamning amali bo'lmasi kerak. Bu ish butun tog' va o'rmon xalqining orasida bo'layotgan fojia. Odam birdil yig'lashdan to'xtab qoldi. Boshqalarmi yerga bechini urishdan tangli jimjit bo'lib qolishdi. Men kaynimga necha qadam dojib to'xtab qoldim. Qo'rqinish har bir hujayramga tarqab ketgan bo'lib, men jamoatimizdagi oldida turgan qanotlari bo'g'ishlab qo'yilgan oq qushqash bo'lib qolgan edim xolos. Qosh degan hukm meni oramsizlantirib tursimi, bari bir qechib necha qadam olmayla yanala tutilaman. Beshimga ofat bo'lgan nas qushning meni mushundaqli olvos tiqib qo'yishi menga bo'lgan bu adilsizlikni men tushungan bilan men yashayotgan ibtidoiy zamonda boshqalar tushunmaydi-da. Ko'zim odamning qo'lida edi. Navoda odamning qo'li meni ko'rsatsa, mening hayotim boshqacha bo'lib ketdi. Shunga men odamning qo'liga qarab turib qoldim. Jamoatimizdagi hammasi nafrat bilan menga qarab, xirqiroq ovozlarni qo'yib deb, menga nimalarnidir deb tilsanmoqda edi. Otammo birdila chiroyi o'zgarib, menga xirqiroq ovozda xirs qildi va qo'lini ostdan miydiriltib yuqori ko'tardi. Men yana qarab turishning o'zimning buguniga mangu palonqonligimdan ekanligini bilganimda, kaynimga burilib, barliq kuchimni yig'ib yugurishga boshladim. Jamoatimizdagi hammasi 30 qadamcha kaynimda meni qo'g'lab kelmoqda. Yetishi vasila meni yerga mehtab bosadi-da, nola faryodlarimdan osmon palak bo'lsa-mu, toki mening bugunimga qilishimga, ya'ni ertadan umidimni uzib, yegonligimni talishishimga qadar hammasi meni toza tillab, ondan yegonni tashlab qo'yib ketib qolishadi. Qechiyapman. Jon qayg'usi bir sekund bo'lsa-mu tarkishib yiqishimga madad bergandek, ammo qutulishim mumkin emasdek edi. Men qanchalik yugurdim bilmayman. Qo'yib daraxtlar orasidan bir yo'lbos menga qarab o'rkirginicha idilib chiqib keldi. Orqa tarbimda meni bugungacha tashlab qo'yish uchun qo'g'lab kelayotgan jamoatimiz oldimda yo'lbos. Men yana oldimga yugurishni tanladim. Yo'lbos menga yaqin kelganda go'plik qilib yerda yetib oldi. O'zini to'xtatib bo'lmagan yo'lbos mendek bir bola bilan kori bo'lmay, kaynigimga qarab qo'ymay, qiyyachiya qilib qochib ketayotgan jamoatimizga qo'g'lab ketdi. Men darhol o'rnimdan turib, quyuq o'rmonlar ichiga yugurgan payt kirib ketdim. Tikanlarning ustimdagi teri kiyimlarni elib tortib yetishlari bilan korim yo'q edi. Putumga kirgan tikanlar bilan korim yo'q edi. Faqat qancha tez yugurib, jinimni omon saqlab qolsamla, shu mening g'albam ham hayot nishonim edi. Rosa yugurdim. To'xtamayli yugurdim. Quyosh nuri o'rmon chatqaloqlarga tushmay, qandoq menishni farq etmaganda to'xtab qoldim. Badanim ochiq tardastidan ichib og'ritdi. Cheksiz qorong'ulik, umidsizlik meni qo'rqinish ichiga boshlab kirdi. G'alita ovozlar, qandoqdir bir xil qush va yovvoyi go'shqor hayvonlarni eslatdi. Eslashga qo'shilib, qo'rqinish tomon sovuq tarlarga cho'mildi. Men mayli qandoqli bo'lmasin, birdam orom elishim kerak. Chunki yerib ketdim. Tikanlarning azobi, mudishligining qorong'u soyisi. Mendagi bag'li xo'rab ketgan kuchning oldida yanala kuch to'plashga undab turadi. Shunga men to'xtagan joyimda o'ltirib, tezlashib ketgan nafsimni kontrol qilishga, amalda o'zimni qo'g'dashga va xo'rab ketgan kuchimni asliga keltirish uchun jimjit bo'lishga urinib. Ammo qo'rqinish hamon qo'rqinish ekan. Uni yengish mumkin emas ekan. Necha chorak vaqt o'tib ketdi. Qo'rqinish ichida tursammi, men xilili jonlanib qoldim. Endi bundoq o'ltiraversam bo'lmaydiganligini obdan biladim. Chunki kechasi go'shqor hayvonlar harakat qiladigan vaqt. Bir joyimda turaversam, mening nafsimning tarqalish doirasi kengayib, atrofdagi go'shqor hayvonlarni boshlab, yana bir tarbiya quyosh chiqquncha bir dalda bo'g'idek panoh makan topmasam, quyosh chiqqanda boshqa jamoat tarafidan payqalib qolsam, bir bo'lsa meni otamga topshirib berdi. Bir bo'lsa ularning bir umr qulligida bo'laman. Bu ertaga bormasligimdan ichinishlik edi.